Assalomu alaykum aziz muxlis. Zelenskiy dunyodagi eng zo'r savdogar. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning dunyodagi eng yaxshi savdogar deb atadi. Trampning ta'kidlashicha, Zelenskiy AQShga tashrif buyurganiga quruq ketmaydi, aksincha doim qanchadir summa olib ketadi. Menimcha, u eng yaxshi savdogar, mendan ancha yaxshi. Zelenskiy Vashingtonga kelganida har safar 100 milliard dollar, yana 100 milliard, yana 500 milliard olib ketadi. Oxirgi safar esa atigi 60 milliard oldi, degan Oq uy rahbari. Uning qo'shimcha qilishicha, AQShning Kongress a'zolari Zelenskiydan norozi. Kongressdagilar bu pullar qayerga ketayotganini so'rayapti. Biz esa faqat cheklar va naqd pul yuboryapmiz. Ular qayerda, degan Tramp. Ma'lumot uchun, AQShning sobiq hukumat a'zolari 2022-yilning fevral oyida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaro boshlangandan keyin Kiyevga 113 milliard dollarga yaqin harbiy, iqtisodiy va gumanitar yordam ko'rsatdi.